Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa Cobalt'imiz kelgan. Cobalt'imizda muammosi pult ishlamay qolgan. Mana yopdi, ochdi, umuman ishlamayapti. Kalitni olib qo'yaman, ko'rsatib beramiz mana. Yopdi, ochdi, ishlamayapti. Hozir akamizga garantiyali yaxshi pulchimizdan bog'lab beramiz. Xudo xolasa boshqa pult qo'yib beramiz. Buni tekshirib ko'rdik. Kitomax apparati bor bizda. Tekshirib ko'rdik. Tekshirib ko'rgan natijamizda pultni ishlamasligini bildik. Shuning uchun hozir akamizga boshqa pult yozib berishga qaror qildik. Akalar, xudo xolasa kalitimizni bog'lab oldik. Mana eskisida umuman ishlamayapti. Chunki buni pultni o'zi ketgan. Mana yangi bog'ladik. Xudo xolasa apparat bilan chiroyli qilib mana ochyapti, yopyapti. Bagaj knopkalar hammasi ishladi. O'zi bilan yurg'izib ko'ryapmiz. Mana immobilizer hammasi immobilizerga ular ham o'chdi. Xullas, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Manzilimiz Andijon Baliqchida. Kalit xizmatlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar akalar.